Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana tayyor uy-joy so'ragan akalarimiz uchun 17 sotikka joylashgan 10 xonali uyimiz sotilyapti. Hozir qisqacha obzor qiladigan bo'lsak, katta 6 xonali uyimiz bor ekan, katta qurilgan. Mana bu yerda kolodisi bor ekan. Xullas mana bu yerda maydagina eshikchasi, xullas mana ko'ryapsizlar, mana bu yerda ariqdan suv oqib turadi. Xullas mana bu yerda 4 insonli maktab. Darvozadan kirganimizda mana patologiyalariga e'tibor qilamiz, remontlari yaxshi. Darvozadan kirganimizda mana bu yerda o'ng tomonda bitta eshik xonasi bor ekan. Tashqari tomoni hovlisi kengina. Zinapiyadan ko'tarilganimizda mana bu yerda 6 metrga 6 metrlik bir zali bor ekan. Remontlariga e'tibor qilamiz. Mana bu yerda uzun koridori. Xullas mana bu yerdan kiradigan eshigi ham bor ekan xullas. Mana ko'ryapsizlar, tashqari tomondan kiradigan joyi bor. Bu ham 9 metrgami, 8 metrga 8 metrlik bir xonamiz, zalimiz. Mana bu ro'parada ham yana bir xonamiz bor ekan, maydaroq. O'ng tomonga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda issiq suv, sovuq suvlari, bet yuvadigan joylari, mana bu yerda dushi bor ekan. Bundan keyin hojatxonasi. Mana bu ro'parada ham bir maydaroq boloxonasi bor ekan. Tashqariga chiqqanimizda mana hali ko'rsatgan haligi 8 ga 8 zalimizni tashqari tomondagi eshigidan kiramiz. Bu yoqqa kelganimizda mana bu yerda yana bir xonasi bor ekan. Mana pastga tushganimizda bu yerda временка xonalari bor. Sonra kirganimizda mana bu yerda koridor. Mana bu tomonda yana bir xonasi. Xullas mana ko'ryapsizlar, atapleniylar. Mana bu yoqqa o'tganimizda yana bir xonasi. Mana o'tin bilan ishlaydigan pechkalari bor ekan, o'tin bilan yoqib qizdirasiz. Mana ko'ryapsizlar, agorati ham kattagina mevali daraxtlari bor. Xullas mana bu yerda yer tagidan chiqadigan suvlar bor ekan, montaj qilingan aqlli motorlari. Mana ko'ryapsizlar, mana bu yerdan ham chiqargan. Xullas mana past tomonida bashnidan keladigan suv bor ekan. Xullas bashni ham mana ko'rayotgan bo'lsalaring, yonida bashni. Xullas mana bu yerda kuxnyasi bor ekan. Kuxniyadan chiqqanimizda mana bu yerda eski xommomi. Mana bu yerda tandir o'choqlari. Mana bu yerda parovoy atapleniyalari bor ekan, o'tin bilan ishlar ekan. Xullas pastda hojatxonasi, naveslari. Bu xonadonimiz bahosiga keladigan bo'lsak, 150 ming dollar deyapti. Ya'ni kelishiladigan joyi bor. Qiziqqanlar uchun shu videoning tagida telefon raqamlarini qoldirib o'tib ketamiz. Manziliga keladigan bo'lsak, manzil Surxondaryo viloyati, Uzun tumani, Yangiro'zor mahallasi. Yana ham aniq manzilga keladigan bo'lsak, mana ko'ryapsizlar, 4-son maktabi bor. Yonida bog'chasi bor ekan. Xullas mana hokimiyatda oldin kelganimizda, mana prezident o'tganimizda, xullas mana shu yerga joylashgan ekan. Qiziqqanlar uchun shu videoning tagida telefon raqamlarini qoldirib o'tib ketamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.